Agar meni faqat pult orqali o'chirib, rozetkadan uzmasang, elektr energiyaga shunchaki oyiga o'rtacha 2000 so'm, yiliga esa 40 ming so'mgacha to'lov qilasan. Agar meni faqat pult orqali o'chirib, rozetkaga ulangan holda qoldirsang, har oy cho'ntagingga 4000 so'm, yiliga esa 48 ming so'mgacha zarar keltirasan. Agar men doim rozetkaga ulangan holda tursam, siz elektr energiyaga shunchaki yiliga 20 ming so'mdan 40 ming so'mgacha to'lov qilasiz. Agar telefoningiz quvvatlangach meni umuman rozetkadan uzmasangiz, mikrosxemam qizib, uyingiz yonib ketmagan taqdirda yiliga atiga 5 ming so'm yo'qotasiz xolos. Agar meni faqat pult orqali o'chirib, rozetkadan uzmasang, elektr energiyaga shunchaki oyiga o'rtacha 2000 so'm, yiliga esa 40 ming so'mgacha to'lov qilasan. Agar meni faqat pult orqali o'chirib, rozetkaga ulangan holda qoldirsang, har oy cho'ntagingga 4000 so'm, yiliga esa 48 ming so'mgacha zarar keltirasan. Agar men doim rozetkaga ulangan holda tursam, siz elektr energiyaga shunchaki yiliga 20 ming so'mdan 40 ming so'mgacha to'lov qilasiz. Agar telefoningiz quvvatlangach meni umuman rozetkadan uzmasangiz, mikrosxemam qizib, uyingiz yonib ketmagan taqdirda yiliga atiga 5 ming so'm yo'qotasiz xolos.